Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa keyingi mana shohona eshiklarimiz tayyor bo'ldi. Aytib borardik, hali oldinda ajoyib eshiklarimiz bor deb, xudo xolasa mana bularni bitkizib tayyorladik. Xo'p, odatda bu unaqa oyna edi, MDF bilan akfaga qilinardi. Biz buni endi tabiiy yog'ochdan ham qilib berdik. Xo'p, hozir sizlarga buni narxlari, razmer ma'lumotlarini hammasini tushuntiraman. Xo'p, birinchi o'rinda yog'ochimiz Neobreznoy sasna 5 lik yog'ochdan qilingan. Hop, razmerlari eshigimiz endi 1.30 ga, bo'yi 2.60. Hop, ochiladigan xotini 10 ga chapcha qilib uyga kirishga moslab berganmiz. Hop, aynalarimiz keladigan bo'lsak, 06 koloniy oyna yig'ib berganmiz. Bu vitraj oynamizni sinmasligi uchun qalin baquvvat bo'ladi. Soyani ham germetika bilan soyganmiz. Atkladkalik qilib berganmiz. Atkladkamiz ham 4.5 lik rekadan qilingan. Chekadagi tillalari patonmas alkafondan qilib berganmiz. Laklangan emas, bu qalin bo'ladi. Bilasizlar, tashqari turgancha ozgina chang. Hop, atkladkamiz ham, alkafonimiz ham двойной oldida ham, orqa tomonida ham bor. Hop, zamonlarimiz eshik o'ziga yarashib turadigan uchun shohona zamonlar qo'yib berganmiz. Shumkalar qilib berganmiz. Hop, bu tarafda, tepasida, orqa tomonida ham. Shumkalari ham двойной qilib qilingan. Eshigimizga skromniy o'ziga yarasha chiroyli holda turishi uchun tepalariga o'ziga yarashadigan qilib karnizlar qilib berganmiz. Zina holatda narishnilarga palatsalar ochib chiroyli holatda qilib berdik. Rangini shunaqa karishniy, neobычный chiroyli svetga qilib berdik. Laklarini glansiy qilib, Gen firmani laklarini sepib berganmiz. Xo'p, bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 11,5 million so'mga 2 oy eshigimiz, hamma narsasi bilan tayyor holatda, ustanovkalari ham shuni ichida qilib berganmiz. Bilasizlar, bu oynamiz o'zi ancha qimmat, ko'pchilikda xabari bor. Demak, yog'ochda eng zo'r qilib berganmiz, ham atkladkalik, ham двойной orqa oldi tomonlama bir xil qilib berganmiz. Shuning uchun narxlari shunaqa bo'lgan. Bu endi shunaqa shohona eshik yeganlar uchun shunaqa variantlari ham bor. Bemalol aloqa qilib, arzonrog'i ham, shunaqa shohonalari ham, har xil variantlari bor. Inshaalloh hammasini qilib bera olamiz. Nomerimiz 99 607 6900 da bemalol aloqaga chiqib bog'lana olsa, MDF yog'och hammasidan bor. Hop, orqa tomonni ham bir ko'rsatib qo'yaman. Hop, eshigimizni mana orqa tomonda ham. Hop, atkladkalari ham bor, alkafonlari ham orqa tomonlariga mana qilingan. Hop, xudo xolasa ustanovkadan keyin bitta videosini qo'yamiz. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqbosh tumanida, shu seximiz. Sexda, shu katta do'kon, shu yerda yasaymiz. Bemalol aloqaga chiqib olsa, razmerlarni bersanglar, hisob kitob qilib beraman. Narxi ma'qul kelsa, dogovor qilamiz. Keyin o'zimiz borib, bersanglar katta kichik emasligi uchun o'lchab, chiroyli holatda keyin olib borib o'rnatib beramiz. Hop, bu yerda yana qolgan MDF yog'och zakazlarimiz ham bor. Bitta tushuntirib o'taman. Hop, mana bu yerda korishniy mokriy svetda Farg'onaga qilayotgan eshiklarimiz bor. Hop, ularni ham xulosa tayyorlab bitkizish syomkasini qo'yamiz. Hop, o'zimiz Oltinko'lga tabiiy yog'ochdan kraskalik yog'och eshiklarimiz bor. Oddiy formada bular. Hop, MDF eshiklarimiz bor. Bu yerda 5 eshik, 5 rom bor. O'zimiz Andijon hakanga xudo xolasa tayyorlab qo'ydik. 5 ta romlari bor. Hop, bu yerda mana eshiklari. Hop, ichkarida mana keyingi zakazlarimiz tayyor bo'lgan mokriy korishniy svetda. Bularning hammasi 08 MDF da qilingan. Qalinligi yog'ochman bir xil holatda 4-6 sm ga chiqadi. Xudo xolasa mana laklarini sepib chiroyli holatda mana. Gullarini ham tiniq holatda bo'yab mana. Chiroyli holatda qilib qo'yganmiz. Bularni ham bitkizish syomkalarini qo'yamiz. Xudo xolasa birin-ketin hammasini qo'yib boramiz. Kuzatishda davom etib, obuna bo'lishni unutmanglar. Hali turli tuman ajoyib rangdagi eshik romlarimiz bor. Xudo xolasa birin-ketin hammasini qo'yib boramiz. Hop, mokriy rangdagi eshiklarimiz, hop, bu yerdan keyingi zakazlarimiz ham bor. Xudo xolasa aloqaga chiqib olsa, har kun ishdamiz. Telefonimiz 99 607 6900, Telegram, WhatsApp, email hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqib olsa, xudo xolasa sizlarga ham inshaalloh mana shunaqa chiroyli eshik romlar qilib beramiz. Sizlarga ham inshaalloh mana shunaqa eshik romlar nasib qilsin. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.